Va nihoyat keldim mana shu 13-qishloqqa. Meni bu yerga chaqirishlaridan maqsad bu Slider ismli o'yinchiga yordam berish. Aytishlaricha uning orqasidan kimdir qarab yurgan ekan. Nima bo'ldi mashinaga? Ha, bu qishloqda rostdan ham anomaliyalar bor. Okey, hozir boraman-da qidirib ko'raman. Takoy mashinalar bor ekan-ku. Mana o'zi. Oy, Slider. Slider senmisan? Ha, menman. Assalomu alaykum. Va alaykum. Mana keldim. Yuring, men sizga uyimni ko'rsataman. Aha, davay, ketdik. O'zi nima bo'lyapti? Xullas, bittasi meni orqamdan kuzatib yuribdi. Meni hatto do'stimni ham o'ldirdi. Politsiya kelgan deb yurga. Qoyil. Keyin shu uxlay olmay, yota olmay, hech narsa qila olmay yuribman. Yomon. Yuring, hozir ko'rsataman. Uyim ham qishloqning burchagida-da. Dabdala bo'libdi. Ha, shunga sizni chaqirdim-da. Tushunaman. Qani ko'rsatchi. Mana shu meni uyim. Aha. Qani keling. Mana. Qoyil. Demak, shu yerda bo'lgan hamma ishlar. Ha, uyimni tepaga ko'tarib tashlaganda, portlab ketgandi, lekin zo'rg'a tuzatib oldim. Adminlarga murojaat qildim. Hozir kelaman. Okey. O'sha tarafga bir qarab qo'ydi-da, yana nimagadir ketib qoldi. Bo'pti, hech qisi yo'q. Albatta hammasini bilib olamiz. Hammaga salom. Mening ismim Lingan va yangi videoimga xush kelibsizlar. Bizning maqsadimiz bu qishloqda bu o'yinchini ortidan kuzatib yurgan odamni topish va uni haydab chiqarish. U bilan hozircha yaxshi gaplasha olganimiz yo'q, lekin narsalarni ko'rib chiqishim mumkin deb o'ylayman. Tushunarli. Uy yomon emas, menga hozircha yoqyapti. Faqat hayronman nima uchun kravat buzilib ketdi. Axir aytdi-ku, admin yordamida uyni ta'mirlab oldim deb. Bu yerdagi gap juda ham sirli ma'lumot. Gap shundaki, bu ishlarni qilgan odam qiz bola bo'lishi mumkin va u birinchi navbatda uyni tepaga ko'targan, keyin esa portlatib yuborgan va bu o'yinchi Slider juda ham qiynalgan holatda uyni tiklashga muvaffaq bo'lgan. Bu nima bo'ldi? Tushunmadim. Kamera? Tak, egasi qayerda ekan? Balki ko'rish mumkin bo'lar yozuvlarni. Juda ham yaxshi bo'lardi. O'yin atrofida-chi kamera bormikan? Tak, g'alati. Stop, nima uchun menga kamera haqida aytmadi? Axir so'ragandim. Demak, bu kamerani o'zi qo'ymagan bo'lishi mumkin. Unda kim qo'ygan? Balki kuzatib yurgan odamdir. Menda afsuski to'liq ma'lumotlar yo'q, lekin hozir unga xabar yozaman. Tak. Kelishi kerak endi. Ajoyib. Endi shunchaki kutish qoldi xolos. U kelsa, hammasini bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Kravatlarni olib turaydi bu yerdan. Janob Lingan, nima bo'ldi? Mana bu kamerani siz qo'yganmisiz? Qaysi kamerani? Tepadagi. Qani? Mana bu. Yo'q, bilmadim. Birinchi marta ko'rishim. Bu yerda kamera yo'q edi. Aniqmi? Ha, 360 kamera menda hech qachon bo'lmagan. Bu yerda kravatim bor edi. G'alati. Men hozir merning yoniga borib kelay-chi. Ha, nimaga o'zi? Men ishlarim bor. Juda ham muhim ishlar. Mayli, buni nima qilay? Bilmasam nima qilmoqchisiz? Buni kim sotganini, kim olganini aniqlash mumkin bo'ladi. Albatta shunday qiling. Men esa ishlarim ko'p hozir. Buncha shoshiladi-ya bu bola. Ha, bloger bo'lish juda ham qiyinga o'xshaydi, lekin hech qisi yo'q. Men unga yordam beraman baribir ham. Bu kamerani esa bu yerdan asta olishim kerak. Qishloqda qayerda sotishlari mumkin kamera? Albatta, universal do'konlardan birida. Xo'p, mayli. U qayerdaligini bilaman, chunki kelishdan avval aniqlashtirib olgandim. Men sigaret chekaman va yo'lda tugab qoldi. Shuni ham sirazu sotib olishim kerak. Kravatlarni qo'yib turay. Menga hozir umuman boshqa narsa kerak. Boramizda ko'ramiz nima gaplar ekan. Qani do'konchini oldida. Xo'sh, adashmasam merning uyini taksikin bosib yubormaslik kerak, oldida bo'lish kerak. Mana bu joy edi. Mayli, merning uyi mana bu yerda. Birinchi undan so'rash kerak. Hoy, tushunmadim. Mer qani? Slider aytganda shu yerda bo'laman deb merning uyida. Balki kutubxonadan so'rab ko'rarman. Ha, yaxshi g'oya. Balki u yerda kimdir nimandir bilar, hech bo'lmasa. Tak. Hoy, janob kutubxonachi. Ha, merning uyi tak, kamera. Xo'sh, bu kamerani qayerdan olgansiz? Qayerda sotadi? Bu nima? Xo'sh, universal do'kon bor. Maraz rayoniga kirishda. U qayerda? Shu yerdan xullas quduq tarafga borasiz. O'sha yerdan chapga Maraz rayoniga kirishda. Ha, u yerda tablichka bor. Tushundim, rahmat. Demak, men o'ylagan joyda. Aynan o'sha men sigaret sotib olmoqchi bo'lgan joy bu yerda, universal do'kon. Xo'sh, hozir ko'ramiz. Maraz rayoni mana bu tarafda. Tak, chap tarafda degandi. Ha, mana bu yerdan qarasa chap tarafda bo'ladi. To'g'ri. Tak. Hoy, jizel. Hech kim yo'q-ku. Nima uchun bu qishloqda hech kim yo'q? Na mer, na sotuvchi. Bilmadim. Nima uchun kupa-kunduz kuni qishloqda kerakli odamlar yo'q? Na mer, na sotuvchi. Ha, mayli. O'zimizning ishlar bilan shug'ullanganimiz ma'qul, chunki men bu bolaga yozishgan vaqtimizda bunker qurib berishga va'da bergandim, o'yini naqddagidan. Ha, albatta g'alati narsa bo'lib tuyulishi mumkin, lekin shu narsa orqali tinch bo'lsa, mayli, qilib berganim bo'lsin.
Xo'sh. Shu yerdan kovlashni boshlasam bo'lgani. Tak, endi esa bu yoqqa va kovlash ishlarini boshlaymiz. Yaxshi, mana bu yerdan chuqurroq joy ochsak, bizga shu kerak bo'ladi. Chunki bu yerda bunker bo'ladigan bo'lsa, u albatta juda ham katta bo'lishi kerak va bu umuman даже обсуждение qilinmaydi. Bu juda ham muhim narsa. Agarda yana kim bo'ldi? Slider shekilli. Tushunursiz, men bu yerda baqirib yotibman, nima qilaman deb. Yo, yana menga ish qilib yomon baho qo'yib qo'ymasin. 3 ta yulduzcha qo'yish kerak, ha. Mayli, lekin ikkita bitta qo'yib ham qo'yish mumkin. Agarda bu gaplarimni eshitsa, tushunursiz. Mayli, hozir bularning hammasini terib olamiz va bo'ldi. Endi chiqish mumkin. Tak. Umid qilamanki eshitib qolmadi bu yerda aytib yurgan gaplarimni. Yaxshiyamki qadam tovushlarni eshitib qoldim. Xo'sh, bo'ldi, birdan sekinlik chiqamiz va tosh terishga ketishimiz kerak. Chunki bunker eshiklarini biz albatta tosh bilan qotiramiz. Xo'sh, qayerdan olishim mumkin? Yoki devorni boshqa materialdan qilsammikin, ha? Qachon yo'q, tosh baribir ham qulayroq topish ham oson. Agarda puli bo'lsa, o'ylashimcha puli bor, keyinchalik devorni yaxshiroq blokka almashtirishimiz mumkin bo'ladi. Lekin menga qiziq baribir ham, nima uchun u politsiyaga murojaat qilmagan? Politsiya nahotki rostdan ham yordam bera olmagan bo'lsa, axir politsiya har doim odamning orqasidan birov kuzatsa, yordam beradi, tutadi, prigovor beradi, lekin bu yerda g'alati holat. Nahotki shunchalik mohir bo'lsa, albatta mohir bo'ladi. Aks holda meni chaqirishmagan bo'lardi. Minecraftning eng zo'r xususiy detektivlardan biri, mendan ko'ra ikkinchi darajada turadigani bu albatta Jenisbek ismli detektiv. Ammo aytishlaricha u judayam yomon ishlar qilar ekan. Shuning uchun ham uni hurmat qilishmaydi. O'ldirgani uchun odamlarni. Xo'sh. Aytishlaricha hattoki mana shu 13-qishloqqa ham Jenisbek bir vaqtlar kelgan ekan. Lekin bu tasdiqlangan ma'lumot emas. Shuning uchun ham bilmadim. Bu yana kim bo'ldi? Oldiga sevgan qizi kelgan shekilli. Tushunarli. Tak. Xullas, Slider. Ana u kim edi? Kim? Bittasi chiqib ketdi. Hech kim chiqqani yo'q bu yerdan. Yo'q, nima edi? Hech nima, men bunker quryapman. Mayli. Men unda merning yoniga boray, aytgancha, mer qani? Mermi? Biz video olyapmiz-da, shunga shoshib u yerga bu yerda chiqib kirib yuribman. Tushunarli. Bora qol. Tushunarli. Hammasi tushunarli. Rostdan ham qiziq shekilli. O'ylamagandim. Shuning uchun ham hayron qoldi-da, gapirishni boshladi. Yo'q, unday emas, bunday emas. Tushunaman, yoshlar. Tak, bularni hammasini hozir qo'yib chiqishim kerak devorlarni va ketamiz. Lekin juda ham gapirishlarim o'zgarib qoldi-ya birdaniga. Tak, xo'sh, bu taraflarni ham qo'ysak, bu yerda olib tashlasammikin, mayli, qancha katta bo'lsa shuncha yaxshi bunker, lekin katta qilib yuborsa ham bu yerni qurish qiyin bo'ladi. Ayniqsa hozir bu yerga men bilan olib kelish kerak. Bu yerda tosh bor ekanmi? O'yini tagida-ya? G'alati, o'ylamagandim bunchalik chuqur bo'lmagan joyda tosh chiqadi deb. Yoki bu yerda bir gap bor. Ochib ko'rsammikin, qani bir kovlab ko'raylikchi, balki rostdan bu yerda nimadir toparmiz yoki topa olmaymiz. Bu albatta juda ham g'alati. Uyni tagida shunchaki srazu tosh chiqib kelishi. Yo'q, hech narsa yo'q o'xshabdi yoki men noto'g'ri qidirdim. Mayli, bu yerni ko'mib tashlaganimiz ma'qul bo'lgan taqdirda ham uy tagida mana bunday bo'shliq bo'lishi kerak emas yoki kerakmi? Mayli, bu yerdan tezroq chiqaman. Tushunursan, havo yo'qligi uchun hayollarim chalkashib ketyapti. Bu yer dahshatli joy. Hozir bu yerlarni ham kovlab ochib tashlaymiz va mana bo'ldi. Yomon emas, rostdan ham iloji bo'lsa qaniydi meni ham shunaqangi bunkerim bo'lsa, lekin men shunchaki shahardagi kvartirada turaman. Shuning uchun ham menda bunaqangi bunker hech qachon bo'lmasa kerak yoki shu qishloqda 1-2 kunga qolsam ekan, o'ylashimcha yomon bo'lmasdi. Mayli, orzular, bu shunchaki orzu. Tak, endi esa o'zi qayerda qoldikdan Sliderni bir bunkerni ko'rsa yaxshi bo'lardi. Mebellarni qayerdan olsam ekan bu yerga? Tak, bu yerda bormi o'zi? Hech nima yo'q. Bu yana nima bo'ldi? Bir tekshirib ko'rmasak bo'lmaydi shekilli. Tak. Nima? Sliderni unut? Bo'lishi mumkin emas. Kim yozgan bo'lishi mumkin? Balki video olishayotgandir. Yo'q, agar video olishganda aytishgan bo'lardi va meni uyda ishlashga chaqirishmasdi. Hozir ko'rishimiz kerak. Qani boraychi, mer va yana kimdan so'rashim mumkin? Umid qilamanki, mer o'z joyida hozir. Agarda o'z joyida bo'lmasa, yomon bo'ladi. Mana shu tarafda edi uyi. Keyin esa do'konga ham kirib o'taman yoki do'konga kirganmidim.
Esimda yo'q. Tushunarsan, hamma narsani unutib qo'yapman. Ha, mayli, hozir do'konga ham kirib chiqaman. Menga qizig'i yo'q. Tak. Janob mayor, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni eshitgandim. Lingan. Ha, bizni qishloqda ekansizda endi. Ha, ish bor. Slider qayerda? Sizni yoningizda bo'lishi kerak edi. Chota ko'rmayapman. Video olib yurgandi. Buni bilaman, lekin oldingizda bo'lishi kerak edi. Ha, video olib bo'ldik. Yo'q. Ha, keyin uni nimaga buncha ko'p odam so'rayapti? Qanday buncha ko'p odam? Boya ertalab yana bir qiz ham so'rab kelgandi. Yo'q. Ha. Kiyimi qanaqa edi? Ko'k rang oddiy. Tushunarli. Ko'k rang deganingiz qanaqa? Osmon rangimi yoki to'q ko'kmi? Jigulilarnikidaqami? Osmon rang. Tushunarli. Nima bo'ldi o'zi? Hech nima. Ha, mayli. Lekin menimcha uni, Junurson, axir uydan. Men hozir do'stlar, axir uydan ham chiqib ketgan. Ana bu qizni kiyimi ko'k edi. Tak, do'konchi qaytibdi. Yaxshi. Hoy, do'konchi. Salom. Menga mana bu kamerani kim sotgan, kim olganini aniqlab bera olasizmi? Ha, ularning hammasi serial nomeri bo'yicha yozilib qoladi bizda, sotganimizda. Davay ko'rib bering. Mariya degan o'yinchi olgandi. Mariya? Ha. Siz kinoni bilasizmi qanaqaligini yoki kiyimi ko'k? Ha, slayderni orqasidan yurgan. Nima? Slider TV degan YouTuberni bilasizmi? O'yinchini? Yo'q. Tushunursan, demak, o'sha. Hozir do'stlar. Hammasi to'g'ri kelyapti. Bu o'sha qiz bo'lishi mumkin, lekin endi nima qilamiz? Bilmadim, qanaqasiga uni qutqarishimiz mumkin? Sliderni. Tushunursan. Bilmadim. Demak, orqasidan kuzatib yurgan qiz uni olib ketgan. Oxir oqibat va uning ismi Mariya.